Shu qatorli daraxtlarda mana hozir bitta, ikkita yo'qotish bo'ldi, mana 3-chi yo'qotish kelyapti. Daraxt nimagadir mana shunaqa qilib sarg'ayib, qurib qolyapti. Mana shu kasalligi nimada? Hozir bu 3-chi daraxt hisoblasa. Ha, mana endi Abror akamning gaplarini tushungan bo'lsangizda, mana bir boshdan 3 ta daraxt qurib qolganda, ikkitasini olib tashlaganlar, uchinchisi nimadanligi. Mana bu mevadan qarab aytaman. Mana hurmatli dehqonlar, e'tibor bering. Mana shu erta dovcha olishi, deylik sentyabr, oktyabr yoki noyabr oylarida dovcha olishi, ya'ni tashamay olishi Abror aka mana. 1 2 3 4 5 6 ta, unda 4 ta mana. Bitta novdada 10 ta dovcha olgan. Dovcha olishi aka bu yerda ildiz chirishi borligidan dalolat. Ildiz chirishi bor bo'lgan ekinlar erta gullab o'zidan meva qoldiradi. Ya'ni nishona, zurriyot deylik, o'zidan bir zurriyot qoldirib, uni sezib turadi mana. Mana yana ko'rsatib o'tamiz dehqonlar. Shunga xato qilmanglar. Mana hozir o'sha ko'p joyda boramiz mana. Bu kuygan mevalar. Endi mana yana ko'rsatib o'tamiz. Hamma yoqda shu dovchalar bor. Mana hatto kattagacha bor dovchalar. Mana bu deylik sentyabr yoki avgustda gullaganlar. Endi Rustam aka, savolingizga aniq javob bu yerda ildiz chirish borligi. Ya'ni o'sha ekin zaklab ketib, me'yordan ortiq zaklagani va shuni natijasida ildiz chirigan. Ayniqsa o'sha bu narsa avgust oylarida boshlaganmi deb taxmin qilamiz. O'shanda mana shunaqa bo'ladi ekan. Mana yonizdagi daraxtlarda ham boshlangan. Mana hozir mana bular daraxtlarda ham ko'rsatib o'tamiz. Mana sarg'ayganlar boshlanib, mana erta gullash va mana erta barg tashlashlar boshlanishi bu o'sha ildiz chirishdan xabar beradi. Yana savolingiz bormi aka? Shu situatsiyadan chiqish uchun faqat birinchi o'chirda ariq olishim kerak. Ha, birinchi o'chiratda o'sha namlikni, suv berishni o'zgartirish kerak. Tushunarli. E'tiborlar uchun rahmat.